Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün Mehdi'ninki türlük iş izleri ve onun münasebetli haber malumatları hakkında tanışıp çıkımız. İmam Soli'ninki deyişçe Mehdi özünki balisi Musa ağa, Musa hadi kiyinki de birdik. Bunu veli ehdlik rasimni ötkizip hem de veli ehdlikini tapşırgan vaqtida Mervan ibn Abi Habsa degan odam mundaq she'rni to'qib ekan. Rasafa degan shaharda Musaga bay'at ilindi deydi. Rasafa bu şu Iroqdagi bir shahar, Bag'dodga yaqin joyda. Alloh taolo uning bilan islomning halqalarini chingitdi deydi. Musa'nın faziletini bütün Qurayshlar biladigan odam. Uning hamma xaloyiqlarga uning tuhfasi bor. Peygamberimiz Muhammed'den keyin Muhammed arqılık halallar canlanıp haramlar ölgendir. Bu ümmetnin Mehdisi ki deydi. Tünigin o xarlıqni ve yoxsuzluqdan emin qilgan qutulduğan deydi. Musa bolsa xilafetning tutqusiga egallagan ching tutquchidir bu Mehdi'den keyin. Bunun bilan qalamning bütün joylari quridi deydi. Bu emisi bu maktab okulgan bir neşt karakterlik şiirler. Kalem kurdu degan gap bunun ham de egizpas so'chochak qilishning o'rni qolmadi, ish bitdi hamda demoqchi. Hamda boshqa shoirlarniki deyishcha, ey xalifaning bolasi, Muhammadning ummati sana o'z xohishi bilan sana taqat bo'lib ketdi. Sen dunyoni adolatga to'shqilsan, xuddi burun ulamaları şu ümmetke söz yani sözlügendek, müstahak digendek adalet toşkusan dedi. Hatta dedi. Senin bu hükmündeki adaletin hatta ölüklerimi bir körüşünü arzu kılıp gitti. Ayetleri kördü dedi. Bugün hem de dadan öz padişahlıkının kuşallıkını es kıldı. Hem de hatta sana bu padişahlıkının ki iştan köynekler san kaldı degen gibi hem de bu yerdeki nay karakterlik sözde hem de iştan rıdalar kaldı deyişti maksat bununki yaki mesuliyeti bununki xuşallığı baxsadet san kaldı hem de deb Musa hadiga bu hitapni qilgan. Ey Resulullah'ın partisi degan ayolga mukofot bergan dedi bu adam. Solining deyişçe bir ayol Mehdi'ninki yolunu to'sibdi da to'sib ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir partisi benim bir ihtiyacımı bir qarab qo'ysangiz, halim qarab qo'ysangiz yendiki Mehdi hayatımda bir adamdan anlamagan gapni anladım senden. Bunun hajatini ravo qilinglar deb buni 10 ming dirham bergan dedi. Demek ki güzel söz taşnım yardı degan shu bo'lish kerak. Endi bu adamniki yani mundaq bir qiziq voqelik bo'lganda Şeyh özünün axloqini qat'iy tashlamaydi degan mezmun. Bu nima deganda deganda Qurayshul Xatli degan adam shunaq degan ekan. Salih ibn Abdul Quddus al-Basri degan adamni zindiq degan tuhmat bilan Mahdining huzuriga opirilibdi. Mahdi bu adamni o'ltirishni maqsad qilibdi-da, chunki zindiqlarga bak o'chdi. Bu adam deb turibdi-ki, men Allohga tövbe qilaman deb o'ziga tövendiki she'rni o'qibdi. Ya'ni dushmanlar bir nadonga haqqan chiqsa nadanның özü qiyğandek bir zərbi verəməydi o dedi. Yani deməkçi bağlı bir yerdə bir insandaki gaflet, nadallığı düşmendinmi bək iğir zulümdür özüge nisbeten musibettir deməkçi. Şeyh özünün ahlakını terk etməydi dedi. Hatta bir ölüm men meyit tuprağıga kömülmügiçilik. Yani deməkçi bağlı bir yerdə insan özüki ba təbiətli, micazini, küngen nəsini hergiz terk etmeydi o. Bulab muqir adam. Dep şunaq dedi. Sonradan bu şiirini okudu hem de tövbe kıldı hem de. Bu Salih ibn Abdul Quddus. Derhal Mehdi boptu da bunu öttemeydi de. Endi bu şunda çıktı edip temsil olsa onu qaytırıp bekilip sen Şeyh özün ahlakını terk etmeydi o dedin ha dedi. Ay şiirini qaytıdın es qilgandek kıldı da bu adam. Degendikinde ha dedim depti. Onda haqda sen ölmükçilik sen bu kılıqını taşlamaysa deb derhal ötüreşik buyurgan dedi. Hem de senin gədinin bu yalğancının gədini iken deb
Mahdi shundoq degan. Undaqda bu gap nima? Zuhair degan olimning deyishicha, Mahdining huzuriga 10 muhaddis, hadisshunos kelibdi. Ularning ichida Faraj ibn Fazala, G'iyos ibn Ibrohim qatorliqlar. Mahdi endi kaptani bek yaxshi ko'rdigan odam ekan-da. G'iyos kirgan vaqtida uning debdiki boshqalar Amirul Mu'mininga bir hadis so'zlab bergan debdi. Shuning bilan bu odam paloni pistonidan palonidan Abu Hurayradan marfu holatda, yuklanma holatda deb bir hadisni rivoyat qilib, bu musobaqa degan misol tuvoqli hayvonda yoki tig'liq narsada musobaqalash emas, masalan qilich, nayza, o'qya, ot degandek deb hadisni mushta bir hadis bor lekin bu hadisni o'qib oxirga payg'ambarimiz demagan bir gapdan birini qo'shib qo'ydi-da, ya'ni qanotliq deb. Ya'ni qantiva hayvon bilan musobaqalash bo'ladi deb shu qanot degan kalimani qo'shib qo'ydi. Endi Mahdi buning 10 ming dirham pulni berdi hamda berib bu odam o'nda qo'pgan vaqtida Mahdi bundoq dedi. Sening gadining bir yolg'onchining gadiniga o'xshaydi ekan. Bu yana psixologik nuqtadan ma'lum bir odamniki, masalan, ma shakldirak bo'lsa, bunda odam ma'vu tipdagi odamlar qatoriga kirdi deydigan bundoq. Ayni vaqtdagi qiyofat ilmlari bor. Bu bugungi kundagi psixologiya ilmi bilan munosabatlik. Shuna dedi-da, chunki bu payg'ambarimizning so'z qo'shib qo'ydi-da, bu xushomat bor bu yerda. Sen ash gapni o'zing qetib qo'yding deb ondan kaptan ekilib bo'g'izib o'tgan dedi. Mush men kaptan uchratgan vaqtimni ko'rib, qanotli gapni deb qetib qo'yding deb bu odam sal ochiq kelgan. Endi Mahdiniki yana bir kalimasi, 3 ishdan birisini cho'qim qilsa degan bir majburiyati bor. Undaqda rivoyatda deyishcha Sharik bu bir qozi ayni vaqtida Mahdining huzuriga kirib debdiki, kirgan vaqtida Mahdi uning debdi. 3 ish bor. Cho'qim birini qilsa, ya qozi bo'lsa, yoki mening bolamniki o'qituvchisi bo'lsa, ularga hadis so'zlab bersa, yoki mening qishimda o'tirib tamoq yesa. Deganki bu odam bunda turib ketib, o'ylanib, ondan oxir debdiki, qishimda o'tirib bilas, ye, shu men osaroq to'xtaydigandek qiladi deb shunaqa deb. Shu bilan Mahdi tamoq qilishga buyuribdi-da, endi u tamoqni shu shakar aralashtirilgan, undan boshqa aytdi, shu yeyishlik narsa aralashtirilgan bir xil hayvonniki shu mingsida yasab qilibdi-da tamoqni bak. Shu vaqtda endi bak oli, huzurliq bak tamoqlamda. Shunday Sharik bu tamoqni yeb debdiki, oshxonadagi oshpaz tamoqni tayyorlagan odam debdiki, endi bu tamoqni yeydimi? Buni degan bu endi qutulanmaydi deb. Degandek, buni degan ularga hadismi o'rgatgan, ularga ilmni o'rgatib qo'ygan, qozimi bo'lgan deb shunaq dedi. Balkim bu tamoq endi bu odamniki bek ko'ngilni ufitib olgan bo'lishi mumkin yoki sal nima deymiz endi ko'ngilni ufitib olgan o'xshaydi umuman. Endi ilmni mushtaq o'qish kerak degan mazmunda. Bag'aviyning Jadiyat nomli kitobida Hamdan al-Asbahani rivoyat qilib deyishcha, Sharikning huzurida edim, buning qishiga Mahdining bolasi keldi endi. O yo'linib hadisni so'rabdi, Sharik qarabmi qo'ymadi. Qaytlab yana so'rabdi, u odam yana qarabmi qo'ymadi. Shuning bilan Mahdi dedi-da, sen bu xalifalarning bolalarini sen bir xil ko'zgilmavotsan-da dedi. Deganki, yo'q. İlim degan ilim ahlining huzurida uni zoya qilmagan ahvol ostida to'lim go'zal deb shundaqda shunlar o'rnay tizlanib, yukinib turib savolni qaytadan so'rabdi. Sharik, "Ha, ilm degan bunday o'g'nimas" deb adab o'rgatgan dedi. Endi Imom Savliniki diplomatiya qilishicha Mahdiniki tuvandagi she'r Mahdining she'ri ekanda. Kishilar bizdan zerikmaydi, kishilar bizdan terikmaydi. Ularning maqsadi, orzusi biz ko'mib qo'ygan narsani ko'lab tepishdir. Agar biz yerning ostida turib olsak, ular biz boyadi bo'lgan bo'ladi. Agar ular dedi, bizni xiyolida tunib olsa-mu bir kuni, bizni shu bizga hayron qilib unda yiqilishib oladi yoki osh qulab qoladi deb shunaq degan dedi. Bu balkim hamda shu podshohlarga hammadan bir xil havas bilan
qaraydi yoki bizni xalq shunday qo'llaydi degan mazmunni asos qilgan bo'lishi mumkin Mahdi. Endi Mahdi bilan bir dedekninki voqealigini tanishtirib o'taylik. Savlininki Muhammad ibn Umardan deyishcha, Mahdining bir dedeki bor ekan, bu dedekka bak omroq ekanda. Shundoq ekan, lekin bu dedek Mahdidan o'zini to'liroq o'qib ekan. Shuning bilan Mahdi hamda o dedekning ko'ngildagini bilish uchun uninga ochiq gapni qilibdi-da, degandan bu dedekmi debdi-ki, menda zirkib keyin men tashlaydim deb ensirayman, shunda men o'lab qolishdan ensirayman deb bu dedekmi o'zinki oshiqligini shu orqali bildiribdi. Mahdi bu vaqtda mundaq degan deydi. Mening qalbimni ufitib oldi oy kabi bir yumran qiz debdi she'rda. Her vaqt men do'stligimni ifodalagan vaqtida, lekin u o'zim bir kasallikni bildirdi, o'zi oqquchidi deydi. Amaliyotda bu meni yaxshi ko'rmaganlikdan emas, menga bo'lgan visolini uzganlikdan emas, balki mening yaxshi ko'rishimni malolsiz holatda menga davom etish uchun shunday qiladi deb bu she'rni o'qigan deydi. Bu adamniki bir enjuman so'rindishi bor ekanda, Umar ibn Baziq degan. Bu tuvandek she'rni o'qigan ekan. Yo'q, bu so'rindish haqida, ya'ni og'inisi haqida tuvandek she'rni o'qigan ekan. Ey ulug' Parvardigor, mening bu xushalligimni menga davom etib bergan Abi Habs bo'lgan meniki bu og'inam bilan. Abi Habs og'inasi ekanda, Umar ibn Baziqning kinoyasi. Mening turmushimdagi huzurim deydi bu. Bu meyli boylıqda bo'lsin, meyli saqliqda bo'lsin. Davamlı huzur alavetde, gap sözde, anlaşta, qo'shindarchilik munosabatlarimizda bir atir buraydigan do'stim deb shunaqmi u do'stiga shu she'rni o'qigan deydi. Endi Jaloliddin Suyuti deydi, men mundaq deyman. Mahdining she'ri dadisining ballarınınki she'rlari qaragan vaqtida bek munayet nazok, nayet mulayim hem yakımlık deydi. Bunu deyimiz bu muhabbet kuchliroq demek bo'lsa kerak. Hamda bir dedekninki oyasi haqida bu qanday vaqa deganda İmam Suvli ibn Abi Karima degan kishining bayon qilishicha, Mahdi bir dedekninki o'jursiq kiribdi-da, o dedekning xabarsiz. Lekin bu dedekning kiyim yo'q ekan, kiyimni silayotgan holatda ekanda. Kiyimni kiyolay deb bo'g'cha Mahdi kirib qoldi ekanda, kirib qolgandan keyin o'zi qo'li bilan avrat a'zolarini yepib oldi ekan. Lekin hamda qo'l to'liq yopolmaganda hamda Mahdi kulib ketib bundaq debdi. Ko'zim tushdi hozir bir manzarga mening eskilikimni qo'zg'aydigan degan mazmundagi she'r. Anda chiqib shu orliqda bir Bashar degan odamni ko'ribdi-da. Onun xabar berib degandan keyin qisqa qilib bir she'r o'qi desa Bashar mundaq debdi. Endi bu she'rdimi mushtaq dedeklar qartilgan hamda bir xil she'r ekan. Buning mazmuni hamda men uni yo'shirindim lekin meni u ko'rib qoldi, shu ikki avrat orasida mushtaq yalang'och ko'rib qoldi degan mazmunda. Onundan men shunday bir o'shiq narsa oshkora bo'ldiki, lekin bu rohatlikka imkon bo'lmadi degan mazmunda. Buni Bashar hamda qisqa qilib bu Mahdiga o'qib bergan, hodiga o'qib bergan buni. Hamda Isaqil Mavsiliniki deyishcha, Mahdi dastlabda o'zi xilofalik bo'lgan vaqtida do'st yoralari bilan yiqib o'tolmaydi ekan, jiroqda pardilinib. Mansur o'xshash hamda birajlik shunday davom etgan deydi. Shundan undan keyin oshkor o'tiraverdi ular bilan so'rinni tuzib o'tiravergandan keyin sizlarga bir podshoh bo'lgandan keyin yo'shiroq bir o'tag'an bo'lsa degan vaqtida bu odam endi hozir alavat ko'rab billa o'tag'andek hozirga yetmaydi deb shunaq degan deydi. Hamda bir xoin bilan hamkorlashgan bo'lsa, bu xoin bundan sherik bo'ladi. Mahdi ibn Sibaqdan rivoyat qilishicha, bir odam Mahdini chaqiribdi-da, Mahdi o'zinki shu nimalar bilan ketayotgan vaqtida.
karvanda ketip atkanda ömekte. Şu vaqırap turup mundaq depdi. Digin halifege hatim senin hainingdir. Allah'tan korkun hatimni boşatkın işten. Eğer bir durus iffetlik adam bir hain bilen yardım talep qilsa, yak hain bilen hemkarlashsa, umu günahta o'xshash bo'ladi. Emniyeti durus adam bo'lsinmi degandan Mahdi bu Hatem ismlik her qandaq amalda bo'lsa, buni darhol ishdan bo'shatinglar deb buyruq tushgan dedi. Endi Mahdininki keng qo'saq axloqi haqida Abi Ubaydadan deyishcha, endi Mahdi 5 vaqt namozni ash Basradagi cho'ng masjidda o'qiydi ekanda, kelgan vaqtida. Shunda bir kun namozga takbir chiqibdi, bir Arabi hamda bir cho'l jazirada yashaydigan odam shu shaharga kirib, shu masjid jamoat qatnashib debdi-da. O men tartibim yo'qda, bu keylarda bir namoz o'qish orzuyim bordi, Jiraqyadan keldim desa, saqlab turinglar tartibni deb boshlab buyurgan dedi. Shuning bilan bir saqlab turishni o'tingan ekan o Arabi orliqda. Endi o mihrab chirib bo'lgan ekanda namoz o'qiydiganga. Ayliq adam ta'ratlib keldi degicha ashad өр saqlab turgan edi dedi. Shuni ola keldi deganingizda takbirni aytib qilgan kishilar endi bundan keyin kamtarlikka, keng qo'saqligidan shunday bir xil havaslanib qarab qolgan dedi.